25-may sanasi kecha video qilib chiqardik. Xuddi shu giloslarimizni, xuddi shu bog'dan uzilgan giloslarimizni video qilib chiqardik. Qaysidir aqli kaltalar tagi o'q mayda debdi. Hozir tagini ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Mana tagi do'stlar. Tagi o'sha holatda. Mana men tagi xuddi o'sha holatda mana giloslarimizni qo'yyapmiz. Internetda endi har xil videolar chiqib ketyapti. Bitta odam chiqib olib shaytanlab tagini o'qlayapsan desa, u hamma o'qlayapti degani emas. Tarqatib qo'yasizlar, yetarli odamlarga yetib boradi. Kecha video qo'ygandik, tagi mayda deb qaysidir befarosat negativlar yozibdi. Xudo xolasa, giloslarimizga 100% garantiya beramiz. Любой joyda unaqa nimasi yo'q. Bexijolat tagigacha, qattiqligigacha, ezilib qolmasligigacha javob beramiz. Bandaga ham o'zlaring ko'raverasizlar. 28 kalibrdan 34 kalibrgacha bo'lyapti giloslarimiz. Valovoy sersa, o'zimizning местный gilos. Buni qanaqa qilib hosil olishda, qanaqa qilib changlatishda, xudo xolasa keyingi videolarimizda ko'rsatib boramiz. Videoga like bosib, bog'dorchilikka qiziqadigan tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz. Bir xilga aqli kalta negativlarga e'tibor bermaymiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.